Rossiya maktablaridan birida ta'lim olayotgan 10 yoshli bola Rossiya fuqarosi bo'lgan 15 yoshli o'spirin tomonidan vahshiylarcha o'ldirilganligi haqida mana bir necha kundan beri ma'lumotlar chiqayapti. Buni ko'ryapmiz, eshityapmiz. O'z o'rnida hammamizni dilimizda juda chuqur qayg'u aks etgan. Bir qarashda bu o'zbekistonlik emas, lekin buncha ko'p odamlar buni O'zbekistonda ham muhokama qilyapti degan savol bo'lishi mumkin. Bu o'zbekistonlik emasdir, lekin Qobiljon rus bo'lmaganligi uchun bugun rus millatchilari tomonidan o'ldirildi. Ya'ni bugun qaysidir millat vakili bo'lmaganligi uchun millat vakillari tomonidan o'ldirilish, yana maktablar ichida o'ldirilish, ya'ni eng xavfsiz joyda hisoblangan joyda o'ldirilish tabiiy tusga kirishni boshladi. Qo'rqinchli ekanligi ham shunda. Bu bizni nima uchun xavotirga solyapti va qayg'uga solyapti? Bizda ham oramizda demak kimdir rus bo'lmaganligi uchun, kimdir koreys yoki kimdir qaysidir millat bo'lmaganligi uchun o'sha millat vakillari ko'pchilik bo'lib yashaydigan davlatga borsa